Muaciratdagi Uyg'urlar Barin inqilobining 35 yilligini xotirlayotganda, Xitoy hukumati uni unutildirishga urinmoqda. Bu yil 5 aprel kuni Xitoy doiralarining Barin yesidagi inqilobni qattiq bostirib, Uyg'urlarni qonliq qirg'in qilganligining 35 yillik xotir kuni. Muaciratdagi Uyg'urlar bu fojiali kunni turli namoyish va yig'inlar bilan xotirlagan. Ammo o'xshash bir vaqtda Xitoy hukumati Aqto'u noyesida hech qanday qirg'inchilik bo'lmagandek naqshsozlik faoliyatlarini uyushtirgan. Uyg'ur yaqinqi zamon tarixida zo'r ta'sir qo'zg'agan Barin inqilobi har yili muaciratdagi Uyg'urlar tarafidan xotirlanib kelmoqda. Oldingi juma kundan boshlab Barin inqilobining 35 yilliga munosabati bilan Germaniya, Avstraliya, Gollandiya, Amerika va Norvegiya qatorliq davlatlarda Xitoy hukumatiga qarshi keng ko'lamli namoyishlar elib berilgan. Turkiya va Shvetsiyalarda muhokama yig'inlari va duo tilovat faoliyatlari uyushtirilgan. Xitoy hukumatining zuvani bo'lgan Xinhua agentligi 7 aprel bir videoli xabar tarqatib, uningda qirg'inchilik yuz bergan Aqto'u noyasidagi Uyg'urlarning xo'shal-xo'ram usul o'ynab o'rik chechiki ostida bahorni tabriklaganligini tashviq qilgan. Xitoy hukumatining bunday tashviqotlari o'zining Barinda elib borgan qirg'inchilikni yuyishga urinish deb qaralmoqda. Barin inqilobi 1990 yili 5 aprel Aqto'u noyasining Barin yesidagi Uyg'urlarning bo'g'ilgan diniy erkinlikka va Uyg'ur ayollari nishonlangan planliq tug'ut siyosatiga qarshi qo'zg'ilishidan boshlangan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bildirishicha, Xitoy qurolli qismlari tinchlik bilan namoyish qilayotgan 200 ga yaqin Uyg'urlarni bostirib, ularni xohlagancha tutib solgan, hatto qonunsiz etib o'ldirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bildirishicha, Xitoy hukumati Barindagi Uyg'urlarni bostirish uchun 18 ming askar yo'tkigan va necha ming Uyg'urni qonliq qirg'in qilgan. Ammo Xitoy hukumati o'lgan Uyg'urlarning sonini aran 20 ga yaqin deb jakarlagan.